Qanaqa choy damlagansa ichib bilmaydi-ku, bodring ta'mi keladimi? Urushma kelinimmi? Yo onajon, siz choy damlaysiz, odamlar shijoatlari jo'shib, ishlaganlar kelib doppingday bo'ladi. Bu choy ta'mi yo'q buni. O'rganadi-da. Kelin, yig'lamang. Oyijon, men yig'lamoqchi emas edim. Sho'rni qilgan ovqating, qanday qilgansan buni? Yaxshi-ku. Yo, voliday muhtaramam, siz ovqat qilasiz, 4 kosa yeyman, bilinmay ketadi. Qarang, mazali ichaklarim rahmat deyoradi borku. Yoshda hali kelin narsalaringizni yig'ishtirib onamga ketaman demang. Men hech qayerga ketmoqchi emasman. Oyijon, nima meni haydamoqchimisizlar? Olmani qara, yuganni qara. Oyijon yuvdilar. Bilaman, qara, o'rgan, tozaligini ko'ryapsanmi? Yaltirashni qara, polirovka mana buni qara. Kelin, yig'lamang. Meni umuman planimda yig'lash yo'q edi. Shu ko'ylagimni yuvdingmi sen man? Top-toza-yu. Nimasi toza, bu oq ko'ylak edi. Onam shunday yuvaydilar, fax g'ijimlab oppoqqina yuraydim men. 6 oy, 1 yil kirib emas ko'ylagi. Kelin, yaxshilab yuvmabsiz-da. Oyijon, toza-ku. Ko'z yoshingizni arting. Men yig'lamayapman. Yo, chiqyapti, mana qarang, bunday oqib ketyapti. Artib oling. Men yig'layotganim yo'q-ku. Oyijon, nimaga unaqasiz qanday? Boring, mas bilan gaplashmayman, yo'qoling. Abbo, endi bunga bitta sovg'a olish kerak ko'nglim olish uchun. Aka, menga sovg'a kerak xotinimga xursand bo'lishiga. Bizda ishonchning barcha do'konlarida 28-29 noyabr kunlari tillarning 1 grammining narxi 1.100.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, rostla shunday. Endi arazlashni qo'ygan, onam onlarga seni urushaman-da. O'z ovqatlaring hammasi zo'rsani. Qarasang, sovg'a olib kelib ishonch do'konidan tillo 1 grammi 1.100.000 so'mdan ekan, seni yaxshi ko'raman, qara. Oyijon, choyingizni olib keldim. Terlama bolam. Onajon, sizga qo'shiq aytib beray. Hayotda oz yashab, ko'p azob ko'rdim. Yig'lamasdan ayt o'g'lim. Bilmayman, ko'zimga yosh keladi, ona.